Padaringga chalpaksan Gandinini oyog'ingga kiyib yur, zax o'tib ketadi. Gandini! मेरी सांसों में तू है समाया मेरा जीवन तो है तेरा साथ Mana qacha kim o'lib qolsanga, mana qacha kim? Kim bu indizki bashara? Ota, men bu bilan Hindistonda ahd paymon qilganman. Bo'lajak keliningiz. O'ldi sharmanda. Ismi nima buni? Kamila Kayf. Qayerda tug'ilgan bu? Menga qaragandini, oyoq yalang yurding indamadim. Ishtonsiz yurding, vijdonsiz indamadim. Ismingni o'zgartirding indamadim. Endi bunisi ortiqcha. Tur yiqolsin uyimdan ko'zimga ko'rinmasin. Otang meni tark etdi, indamadim. Onang meni tark etdi de indamadim. Bir chin dil sendur qadrini qayerdan ham bilaysiz? Shevana o'yiniki-ku. हाँ तुमसे प्यार है ये तुमसे प्यार है हैं Kampir. Mobility buraya ta'sir qilyapti bularga. Serios. Pyarga, zindagi, shotahi. Ya rohat, kayfovat, maishat kim edi buning ismi? Kamila Kayf ota. Kamila kim nima qilyapsan qizim? Kirlaringizni yuvyapti. Ya o'lsa kir yuvmay. Kampir bir narsa deb bunga? Hay Kamila Kayf qizim, kirlaringni timsinda yuvgin. Buni gellari bor, kapsulalari bor. Kiyimlaringdan atir guldi hidi keladi. Kiyimlarni toza yuvishini ham aytgin. Yumshoq qilib yuvadi. Allergiya ham chaqirmaydi. Narxi ham unaqa qimmat emas. Shunday yuvgin, zo'r yuvasa. Kamila Kayf nahi. Paxi. Paxi. Paxa deydimi? Ana sizga ko'pi. O, kofemi? Asta, hisob. Ay, buncha shirin. Bu uyimizda kofe yo'q edi, qayerdan damlading? Ana Kamila Kayfni ko'zasining ichida ko'pidan damladim. Zo'r ekan, original ekan. Qotillar! Tinchlikmi kelin? Bu ko'zada otamni hoki bor edi, qani? O'ldi!